2025 Chevrolet Orlando F zamonaviy elektr avtomobillar orasida alohida o'rin egallashga intilayotgan yangi model hisoblanadi. Ushbu video davomida biz Orlando F ning umumiy ko'rinishi, texnik imkoniyatlari va kundalik foydalanish uchun qanday qulayliklar taqdim etishini batafsil ko'rib chiqamiz. Avtomobil tashqi dizayni silliq chiziqlar, aerodinamik shakl va zamonaviy LED yoritish tizimi bilan ajralib turadi. Old qismdagi yopiq panjara elektr platformaga moslashtirilgan bo'lib, kelajak avtomobillari uslubini yaqqol namoyon qiladi. Orlando F oilaviy segmentga yo'naltirilgan bo'lsa ham, tashqi ko'rinishda sportcha va ishonchli kayfiyatni beradi. Ichki makon to'liq raqamlashtirilgan boshqaruv tizimi bilan jihozlangan. Katta sensorli ekran, raqamli asboblar paneli va intuitiv menyular haydovchi uchun maksimal qulaylik yaratadi. Salon materiali sifatli va yumshoq bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytirishga yordam beradi. O'rindiqlar ergonomik shaklda ishlangan, orqa qatordagi joy esa oilaviy sayohatlar uchun yetarli darajada keng. Yukxona hajmi kundalik ehtiyojlar va sayohatlar uchun moslashtirilgan. Orlando F ichki makonida jimlik va sokinlik ustuvor bo'lib, elektr dvigatelining shovqinsiz ishlashi bu hissiyotni yanada kuchaytiradi. Texnik jihatdan 2025 Chevrolet Orlando F samarali elektr dvigateli bilan ta'minlangan. U tezkor tezlanish, silliq harakat va energiyani oqilona sarflash imkonini beradi. Batareya quvvati shahar va shahar tashqarisida yetarli masofani bosib o'tishga mo'ljallangan bo'lib, uyda yoki tezkor zaryadlash stansiyalarida qulay zaryadlanadi. Regenerativ tormoz tizimi harakat davomida energiyani qayta tiklashga yordam beradi. Xavfsizlik tizimlari orasida adaptiv cruise nazorati, to'qnashuvdan ogohlantirish, yo'lakni saqlash yordamchisi va kameralar mavjud. Bu funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini yuqori darajada ta'minlaydi. Ushbu video 2025 Chevrolet Orlando F ning kimlar uchun mos ekanini